bu mashinani ishonib bemalol olishlaringiz uchun videoni oxirigacha ko'ringizlar. O'zimni mahallam mashinasi. Mashina 9000 yurgan, yangi Gentra, salondan bir qo'l olib chiqqanlar. O'zlarining nomiga salondan chiqqan, propan gaz qo'yganlar, polik qo'yganlar. Mashinani o'zi bo'ki yangi. Любой проверкаga olib borsangiz bo'ladi, chunki o'zim mahallam mashina bo'lgandan keyin men bilaman. Yana o'zi ham Allohu alam, masalan men bilmayman, mosh biron joyni qirib olgandir, lekin kraskasi radnoy. Betnoy ham bo'lmagan deb aytayaptilar. Probeg o'ziniki. Mashincha zo'r. Bosib o'rmasangiz bo'lmaydi. Narxi $15000 pastiga. Bilasiz, bozorda 16000 so'ralib o'tirgan mashinani biz $15000 pastiga tushirib qo'ydim. Ekranga bitta like bosasiz, endi men avtorni boshlayman. Buni qarang. 2023-yilda ishlab chiqarilgan Gentra. ABS'larni bitta ko'rayinlar. Mana motorni qarang turibdi. Changida turibdi, ABS'lari bor. Propan 4-pokoleniya qo'yib qo'yganlar. Bosib o'rmaysizmi? Yangi mashina do'stim. Kapotda tosh tekkan joyi yo'q. Vay, bunu qarang, 4 ta yangi balon qo'yganlar. Bonusiga, sizga bonusiga bu. Balon, propan gaz bonus bo'lib ketyapti. Buni olib qarasangiz, shuni o'zi ham bo'lsa $600 bo'lib qoladi. Bosib o'rmaysizmi salon holatini? Magnitofonlari bor, ABS'lari bor, lyuk mavjud. Mashincha idealnida. Bu kishi moshin furush emas. Moshin furush emas, olib o'tmaydi. Endi huzutda ham yilni o'yna. Xalq mazza qilsin. Pul nimaga kerak bilmayman, o'zlariga to'y qo'ydim, lekin sotamiz dedilar. Boya Cobaltlarni ham arzonga berayordilar. Shunday qo'ydim, shunday ketdi. Telegram kanalga shunday qo'yganimdan sotildi birdan. 2 minutda baraka bo'ldi. Bu ham o'ylaymanki, hozirroq o'sha baraka bo'ladi, narx shkalat. Yo'q bunaqa narx. Voy, bu ye. Bu ham bonusiga taxmin. Aka, bu bonuskami? Mana, bu ham bonusiga shunday qo'shib berayoryaptilar. Mazza qilmaysizmi? Buni qarang, tagini qarang. Propan yangi mashina mana shunaqa bo'ladi. Tayyorlanmagan 100%. Mashinaga tushungan odam bittada ko'rib biladi. Narxini qarang. $14700 ga tushirib qo'ydik. Zo'r narx. Bunaqa narxi yo'q. Bozorda 15800 ga arzonga topsangiz topasiz. Lekin bizda $14700 nomer telefonda pastda bo'ladi. Ekranga like bosib, keyin egasiga telefon qiling. Ungacha qilmang. Sog' bo'ling do'stlar.